Assalomu alaykum qarindoshlar. Gollandiya sho'pirliq pravsi nazariya darsiga xush keldinglar. Biz bugun 12-ci dars Vorrangrichs bei besondere Vortauchen, yani alayida qatnash vositalariga yo'l berish qoidasini o'rganib. Yani alayida qatnash vositalari degan vaqtimizda, yani Vorrangrichs, yani yo'l berishga tegishli qatnash vositalari degan vaqtda 4 türlü qatnash vositasini o'z ichiga oldi. Saqchi mashinasi, ciddiy qutqizish mashinasi, o't o'chirish mashinasi va yoki qon to'shish qatnash vositalari ba'zida moto orqali bo'ldi. Ya'ni mushu 4 turdagi mashina qachon chirig'ini yiqib, ovoz chiqarib kelgan vaqtida o chaqda bular Vorrangrichs tabi bo'ldi. Cho'qim yo'l berishimiz kerak. Ya'ni chirig'ini yiqib, ovoz chiqarib kelgan vaqtida. Faqat mushta ahvol ostida yo'l beramiz. Ondan diqqat qilish tegishli yana bir nuqta, bularga yo'l beraman deb qatnash qoidasiga xiloflik qilib qolsak, butun mas'uliyatga o'zimiz ega bo'lamiz. Ya'ni demak bo'lganim, bularga yo'l beraman deb agar qizil chiroqni bosib o'tib ketib qolsak bo'lmaydi. Yoki bularga yo'l beraman deb to'xtashga tegishli bo'lmagan yerda to'xtash degandekchi. Bunda ahvollarda bo'lmaydi. Ondan agarda biz aylanmada bo'lib qolsak, rotondada shunda bir yoki ambulans olam deb politsiya brandver, işte bir mashinalar bo'lam degan ovoz signal berib, chirg'ini yiqib kelib qolsa, u vaqtda bu mashina o'tib ketib bo'lguncha aylanmaning ichida cho'gilab haydab tursak yaxshi-chu. Ya'ni shu bilish tegishli nuqta faqat 3. Yana marasimda qisqartib berildi. Yani qachonki mushu o't o'chirish mashinasi, ciddiy qutqizish mashinasi, saqchi mashinasi va yana ba'zida har xil qon va yoki a'zolarni to'shiydigan mashinalar bor, motoda to'shiydi ba'zida. Qachonki mushular sirena, yani ovoz chiqarib yoki blaulichtdan chirig'ini yiqib kelgan vaqtida har vaqt yo'l beramiz. Buning qoidasi qolay, bek oson emas. Qani endi mashq savollarni ishlash orqali pishiqlab baqaylik. Mana mashq savol deydi. Sol miya to'liq chiqmay qopti, lekin miya demak yo'g'ini. Hozir mushta bir brandver chirig'ini nima xlavdi signalini, ya'ni ovoz signali bilan keldi, yo'l berishingiz kerakmi deydi-chu. Asli qoida bo'yicha qarasanglar, hozir bu xlayik vardiq kiravshinkan, u yo'lda hech qanday qatnash taxtisi yo'q, belgisi yo'q. Agar biz dars mashinasini haydab ketib qolgan bo'lsak, biz asli brandverga nisbatan, o't o'chirish mashinasiga nisbatan o'ng tarafdan keldik. U bizga yo'l berish kerakdi, lekin hozir bu o't o'chirish mashinasi chirig'ini ovoz chiqarib, chirig'ini urib kelganligi uchun ovoz signalini chiqarib, shu bunda ahvol ostida biz cho'qim buningga yo'l beramiz, garchi o'ng tarafdan kelsakmi, shu buning javobi ya. Ikkinchi xil savol. Rijdt politieauto met op deze en geluide signalen achter je. Yani bir saqchi mashinasi hem ovoz berib, hem chirig'ini yiqib, sizning keyningizda haydab kelyotidi deydi. Mag je dan uitwijken naar de busstrook? Yani siz saqchi mashinasiga yo'l beraman deb, mana lijn bus, yani mashina avtobus yo'lga chiqib haydab bersangiz bo'lamdi deydi. Buning javobi ne? Yani bayon dedik emasmi? Saqchi mashinasiga yo'l beraman deb qatnash qoidasiga xilof ishni qilsak bo'lmaydi-ku. Yani bu lijn bus degan yo'lda biz odatda haydasak bo'lmaydi. Lekin saqchi mashinasi haydayalaydi. Uning haydash huquqi bor. Shu biz o'zimizning yo'limizda haydaveramiz. Saqchi mashinasi zarur bo'lsa, shu lijn busdan haydab ketaveradi-ku. Şu ataydan saqchi mashinasiga va yoki boshqa Vorrangrichs yo'l beraman deb qizil chirog'ini bosib o'tsak va yoki mushta mangsaq bo'lmaydigan yo'llarda mangib qolib qolsak, u joqda jarimani kelib qolsa, o'zimiz mas'ul bo'lamiz. Shu buning javobi ne? Endi keyingi savol. Je rijdt op een rotonde. En siz hozir aylanmada haydab ketib borsiz. En komt in ambulanse met opnische geluide signalen. Yani bir ciddiy qutqizish mashinasi, işte ovoz signali hamda chiroq signali bilan ishda keldi va tuya qanday qilsiz deydi-chu. Bunun boya dedik emas, javob men to'liq chiqmay qoldi, lekin javobda
Şu biz o ciddi qutquzish mashinasining qaysi yo'nalishga mang'anligini bilmaganligimiz uchun şuna aş rotundaning ichida aylanib cho'gilab turmiz. Keyin o mashina o'zining yo'nalishini tepib ketgandan keyin ondan biz o'zimiz manmoqchi bo'lgan yo'nalishga qarab maqsaq bo'ldi. Shunga rotundaning ichida Bleifen Dorayden degan javobni tanlaymiz. Endi keyingisi keldik. Yani kim başta mangdu degan qoida ekan-ku mana. Qarasanglar, men bir saqchi mashinasi bor ekan. Ondan bir dars mashinasi. Ondan ma yo'lning qarshi tarafidan bir velosiped kelibdi. Bu xilayik vardiq kiravsin ekan-ku. Hech qanday mashinaning oldida bir qatnash taxtasi, belgisi yoki chirog' yo'q. Lekin ma saqchi mashinasi qarasanglar, hozir ma bunda belga chirog' yani ovoz berib kelyapti-ku ma qatnash mashinasi. Yani signal berib kelyapti-ku. Şoň bunda ahval aslida oldi bilan saqchi mashinasi mangdi, birinchi yo'lab mangdigan saqchi mashinasi. Endi mau oq mashina bilan velosiped qoldi. Qarasanglar, velosiped oq mashinaga nisbatan o'ng tarafdan keldi. Ya'ni xilayik vardiq kiravsinning birinchi qoidasi rechts heft voran, ya'ni o'ng tarafdan kelgan qatnashning oldin minish aqvati. Şoňa undan keyin velosiped mangdi. Eng oxirida üçüncü bo'lib oq ranglik mashina mangdi. Şoň hazır men xilayik vardiq kiravsin, lekin saqchi mashinasi signal urib kelganligi uchun uning oldin minish haqqi bor. Yani bugunki şu Besondere Vortauchen, Vorrangsvortauchen, yani alayda yo'l berish tegishi qatnash vosita to'g'risida so'zlaydigan nazariya darsimiz şu. Bu ters nazariya emas. İmtihanga chiqish savol shakllari mush shaklda chiqadi. Dersimiz tugidi. Undan keyin qitimliq darsda ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.